Mulk tillachi loyihasi taqdimoti. Loyiha bilan to'liq tanishib chiqqanimizdan keyin bozorda raqobatchilar o'rganib chiqdik. Bunda asosan ijtimoiy tarmoqlarda faoliyat yuritadigan raqobatchilar o'rganib chiqdik va bundan keyin xalqaro bozorda va xalqaro tajribada qanaqa ishlar qilinayotganini ko'rib chiqib, g'oyalar shakllantirdik va shu g'oyalardan kelib chiqib, loyiha uchun 3 ta logo tayyorladik. Bunda birinchi variantimiz premium ranglar va premium shriftdan foydalangan holatda simbolda bitta birlik shakl ifodalangan va bu bizga uzukda tepadan ko'rinishini ham ifodalab turadi qisman. Va biz logoda testviy shior ishlatib turdik, ya'ni saqlangan ishonch nomli shiordan foydalanib turdik. Bu bo'yicha yana boshqa variantlar ko'rib, logoda moslashtirib berishimiz mumkin boshqa shiorlarga. Ranglar bo'lsa, ranglarga keladigan bo'lsak, bu birinchi variant sifatida to'q ko'k va shunga mos holatda tilla rangdan foydalandik. Endi logoni boshqa holatlarda ko'radigan bo'lsak, oq fonda ko'rinishini ko'rishimiz mumkin bunda va uni biz logoga mos holatda ranglar ishlab chiqdik va ranglardan tashqari loyihaga mos shriftlar tanladik. Bundan keyin logoni mokaplarda ko'rinishini o'zini qanday tutishini ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Endi ikkinchi variantga keladigan bo'lsak, ikkinchi variantimiz biroz boshqacharoq yondashuv bilan qildik. Bunda mulk tillachi loyihasi o'zi lo'm tillalar bilan ishlaganligi uchun shunda tilla quymasini shaklidan foydalangan holatda premium simbol yaratdik va bunga mos holatda shriftlarni tanladik. Bunda logoda to'q qizil va tilla rangdan foydalandik. Bu ham bizga premium effektini berib turibdi. Logoni oq fonda ko'radigan bo'lsak, bunda tilla rang holatda ishlatilaveradi simbol va pastki qismini qora holatda ishlatish mumkin, tekst qismini. Endi bu uchun ham alohida ranglar tanlab chiqdik va bunga mos shrift ham tanlandi va logoni ba'zi mokaplarda ko'rishimiz mumkin o'zini qanday tutishini. Vizitka, paperback va fasaddagi ko'rinishlarni ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Endi uchinchi variantga keladigan bo'lsak, uchinchi variantimiz bu mulk tillachi so'zlarni bosh harflari M va T harflarini birlashtirish orqali hosil qilingan bo'lib va ularga aylanma shaklda himoya maydoni yaratilgan. Bu ham premium ranglardan foydalangan holatda, ya'ni to'q yashil va tilla rangdan foydalanib, umumiy premium ko'rinish hosil qilindi. Buni oq fonda ko'radigan bo'lsak, shu ko'rinishda foydalanish mumkin bo'ladi va logoni, uchala logoni ham adaptiv versiyalarini ishlab chiqish mumkin. Va bu logo uchun ham alohida ranglar tanlab chiqildi, bu variant uchun ham va alohida shrift va mokaplarda ko'rinishini ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Mokaplarda o'zini tutishini ko'rib olsak bo'ladi va fasaddagi ko'rinishi. Bizda umumiy holatda 3 ta variant bo'ldi va 3 ta variantda 3 xil yondashuv bilan yechim qildik va biz bularda imkon qadar premium segmentga e'tibor qaratdik. E'tiboringiz uchun rahmat.